BDT Kişilik Hukuk Ali Komissari Volker Turk 4 Mart günü BDT Kişilik Hukuk Kengişide doklad bergende Xitayni Uyghur diyarı ve Tibet'teki negizlik kişilik hukukka xilaf kanunlarını özgertishga chaqirgan. Dialogue between China and my office continues in areas such as counterterrorism policies, gender equality, minority protection, civic space, and economic, social, and cultural rights. Volker Turk'ның ilgir sürüşçe, Xitay taraqqiyatda ilgirlashga erishgan bo'lsa-mu, lekin u o'zining aloqador qonun va siyosatlarini isloh qilish orqali bu taraqqiyotni xalqaro kishilik huquq o'lchamlariga moslashtirishi kerak ekan. Volker Turk bu chaqiriqni u BDT kishilik huquq oliy komissarlik vazifasiga tayinlangan 2022-yil 11-oydan beri Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik ilib berishiga passiv tutib, Xitoyni javobgarlik tortishda aktif bo'lmaslik bilan ayblanib kelayotgan bir paytda o'tirib qo'ygan. For human rights protection, including amendments to the criminal law and revisions of the criminal procedure law. Volker Turk 4 Mart Janvardagi BDT Kişilik Hukuk Kengişide xalqaro kishilik huquq vaziyatidan doklad berib mundaq degan. Men yana Xitoy hukumatini mening ishxonam va boshqa kishilik huquq organlarining Xinjiang va Tibet rayonlarini o'z ichiga olgan joylardagi negizlik kishilik huquqqa xilof qonun, siyosat va amaliy ijroatlar qarta bergan tavsiyalarini amaliyottirishga chaqiraman. In relation to laws, policies and practices that violate fundamental rights, including in the Xinjiang and Tibet regions. I'm engaging with the Hong Kong authorities on continuing concerns about national security laws. Volker Turk ilgiri özüdün burunqi BDT Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet'ning 2022-yili 31 Ağustos günü vazifasidan ayrılışdan 10 necha minut burunla e'lon qilgan Xinjiang dokladining yanala kuchga ega ekanligini bildirgan edi. Bachelet'ning dokladida Xitayning Uyg'ur diyarida elib berilayotgan qilmishlarining insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirishi mumkinligi o'tirib qo'yilib, BDT'ning Uyg'ur diyarida cheklimsiz tekshirish elib berishi tavsiya qilingan edi. Albuki Xitoy hukumati bu tavsiyani hozirga qadar ijro qilmay keldi. Volker Turk Xitoyni javobgarlik tortishda BDT aloqador mexanizmlarini ishga selishga chaqirib kelingan bo'lsa-mu, lekin u 4 mart qilgan so'zida Xitoy bilan bo'lgan dialogni davomlashtirganligini aytgan. Volker Turkning ta'kidlashicha, uning ishxonasi Xitoy bilan uning terrorlikqa qarshi turish siyosati, jinsiy barobarlik, asonlik millatlarni qo'g'dash, fuqarolar erkinligi, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat haqlari sohasidagi dialogini davomlashtirdi ekan. Albuki kishilik huquq tashkilotlari Xitoy hukumati barliq davlat apparatlarini ishga solib, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotganda, uning bilan oxiri chiqmas bu xil dialogni davomlashtirishning Xitoyga vaqt yaratib berganligini bildirmoqda.